Muz va pirojnilarning ustiga zerkalniy glazurlar ancha trenddan qolganini bilarmidinglar? Hozirgi kunda aynan mana shunaqa yaltirab turadigan prozrachniy neytralniy glazurlar trendda hisoblanadi. Har doimgidek trendda bo'ladigan retseptlarni birinchilardan bo'lib mani sahifamda o'rganishingiz uchun aynan bugun shu neytralniy glazur retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi qiladigan ishimiz shakar, suvni gazga qo'ygan idishga solib olamiz. Glyukozani ham solib gazga qo'yib qaynatib olamiz. Bu etapida qaynash gradusini bilishimiz uchun bizga shunaqa gradusning kerak bo'ladi. 105 gradusgacha qaynatib olamiz. So'ng massamizni gazdan olib, oldindan bo'ktirib qo'ygan jelatinimizni solib, yaxshilab aralashtirib, limon suvini ham solib olamiz. Glazurimizni setadan o'tkazib olamiz. Glazurimizni 40 graduslar atrofida bo'lganda bemalol muzlarimiz ustidan quyib chiqaramiz. Bu glazur bemalol xohlagan muzlaringlar ustidan quysangiz bo'ladi. Shunaqa yaltirab, prozrachniy bo'lib turadi. Hozirgi kunda trendda bo'lgan shunaqa mini muzchalarni o'rganishni xohlasangiz, sizlarni o'zimni Dido Akademiya yopiq kanalimga taklif qilaman. To'liq ma'lumot shapka profilida bor.